ish. Jannatda eshigini ushlaymiz u, ruchkasini inshaalloh. Halqami, ruchkami ushlaganimiz ish o'shanda tugaydi ekan. Siz bilan mendan zo'r ham tugata olmagan ishni. Tugamaydi bu. O'lsiga ham tugamaydi. Nabarot ishni haqiqiysi o'lgandan keyin boshlanadi. Hatto hayotga javob berish kerak, qilgan ishlarga javob berish kerak, u problema qiyin. Ish gap qisqasi jannat eshigi tushalganda endi ish tugaydi. Nima demoqchiman? Ish tugamaydi ekan. Unga borish, to'y, futbol, oshnalar bilan o'tirish, ish, panonim bor, pukunim bor. Ota-ona uyda o'zi yakka o'tiradi, qarigan, 50-60-70 yashar. U bizni ikkita nonimizga emas, mehrimizga zor bo'ladi. Mana endi tushunyapsizlar hozir. Ish. Jannatda eshigini ushlaymiz.